Ya qanaqa odamsizlar? Men bittaman. Qaysi biringlarning ko'nglingizga qarang. Yaxshimisan? O'tir mashinaga ketdi. Shoshma. O'tir yur. Shoshmagin, to'xtagin. Nima bo'ldi o'zi? Ko'rmaysanmi, jonga tegdi. Bir kun tinchlik bo'lsa, bir kun janjal. Ayol kishidek qo'l ko'taradi desam. Bilaman nima qilishni. Nima qilmoqchisan? Olib ketsin qizini. Kerak emas menga bunaqa xotin. To'xta. Shoshmagin. Hozir jahling chiqqan. G'azabdasan. O'zingni bosgin. Menga qara. Yo'q, umuman aytganda to'xta. Otasiga qilmoqchimisan? Qil. Как раз ikki kun oldin aytuvding. Qaynatam mazasi yo'q deb. Qizini olib ketsin, qiz uyga qaytib borsin bolalari bilan. Yana ham og'irlashadi ahvoli. Yaxshi-ku. O'zi mazasi bo'lmasa, ikki baravar mazasi qochadi. Yaxshi-ku. To'g'rimi? Bolalaring ham ketadi qo'shilib. Aytgandek bolalaring ham katta bo'lib qolgan-a? Maktabga boradi. Otasi olib ketayotgan bolalarga havas bilan qaraydi. Ozgina qadringga ham yetadi, to'g'rimi? Bolalar yutuqqa erishgan paytida sansiz nishonlashga o'rganadi. Mustaqil bo'ladi zato. Achchiq hayotning zarbalariga bir o'zi turishni o'rganadi. Chunki suyanadigan otasi yo'q-da, to'g'rimi? Endi mayli, ayolingni qo'yaver. Ayoling muammo emas. O'tda-bo'tda ishlab kunini ko'radi. Bolalarni mazasi bo'lmay qolsa, bir o'zi bolalarni ko'tarib, u yoqdan bu yoqqa yuguradi, o'ziga qolib ketadi. Balkim qiynalib, jonidan o'tib ko'chaga ham chiqib ketib qolar ayoling. Ne uni qaraysan? Menga o'xshagan maslahat beradigan ko'chada juda ko'p. Lekin yechimmi? Mana bu xonadondagi yechimmi? Faqat sen bera olasan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Sizlar yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Qo'ng'iroq qilgan ekansiz, bolam. O'zim hol so'rab qo'ydim. Qizim yaxshimi? Ha, yaxshi. Hammasi yaxshi. Nabiralarimni olib kelsangiz, ularni Sog'inurmidingiz? Ha, bolam, sog'ingan. Xo'p, albatta boraman nabiralaringiz. Rahmat, bolam. Rahmat. Uydagilarga salom ayting. O'z yaqinlaringizga islomiy hadyalar sovg'a qilib xursand qiling. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان